Azizlar, bugungi kunda biologik faol qo'shimchalar hamma insonlarga, shu qatori aynan homiladorlarga juda ham zarurligini sababi bugun iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarimiz tarkibida qaysidir ma'noda kanserogen ximikatlar aralashganligi uchun ham bugun biologik faol qo'shimcha kerak bo'ldi. Aynan homiladorlarga. Nima uchun homiladorlarga? Sababi sog'lom onadan sog'lom bola dunyoga kelishi uchun. Bolalar bizning kelajagimiz bo'lganligi uchun ham men vrach sifatida tavsiya qilaman. Sababi oldin tabobat tashkil bo'lgan Ibn Sino davrida. Keyin meditsina ro'yobga keldi, dori-darmonlar bilan aynan bu biologik faol qo'shimchalar inson tanasiga kerakli bo'lgan barcha ozuqalarni yetkazib beradi. Aslida bu ozuqalarni biz oziq-ovqatlar orqali yetkazib berishimiz kerak edi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozir oziq-ovqatlarimiz tarkibi ximikatga aylanganligi uchun qaysidir ma'noda kanserogenlar o'rnini qoplaganligi uchun ham homiladorlarda bugun